Seni nishonga olyapman. Sen birinchisisan. Men o'g'limni tirik qolgan birinchi odam. Lekin biz yana uchrashamiz. Qo'rqib ketdingmi? Kechirasan. Bu to'satdan sodir bo'ldi. Seni pastga tushirganimda ehtiyot bo'lmadi. Faqat qo'rqma. Biz deyarli uydamiz. Men o'zim yura olaman. Meni pastga tushiring. Sizni singlim ko'radi. U uyda emas. Yerga qo'ysam, o'zing yura olasanmi? Singlim uyda emasligini qayerdan bildingiz? Sizlarni eshitdim. Qimirlama. O'zingni yaxshi his qilyapsanmi? Ha, siz buni bilib oldingizmi? Sen malakali odamsan, shunday emasmi? Siz buni juda ko'p marta qilganmisiz? Qimirlama. Ilgari hech qachon qilmaganman. Sen birinchisisan. Lekin meni juda qattiq himoya qilyapsiz. Bu meni vazifam. U meni himoya qilmoqda. Faqat professional etika uchun. Sizningcha, men juda go'zalmanmi? Ha? Nima? Siz nima qilyapsiz? Meni yolg'iz qoldirsangiz yaxshi bo'lardi. Endi siz yolg'izsiz. Bema'ni gaplarni gapirmang. Men to'pog'imni sindirib oldim. U shunchaki yordam berdi. Qo'y siz. Tan oling. Bu haqiqat emas. Biz tashqarida edik va biz snayperga duch keldik. So'ng men oyog'imni qayirib oldim. Undan so'ng esa u menga yordam berayotgan edi. Nima? Kunduzgi suiqasd? Bu yomon. Sizning boshqa joylaringizga zarar yetkazmadimi? Siz yaxshimisiz? Siz xafa emasmisiz? Men yaxshiman. Bu safarlik shuvang. Yaxshi, bo'rlarni urishchi yaxshi. Yo'lbarscha ham biz bu haqida kelishdik. Ertagisiga topshiriq beraman. Missiyani tashkil qilaylik. Menga yoqayapti. Xavfsizlikni amalga oshirishga ijozat bering. Kinkoning ishdan bo'shatilgandan keyin, ishdan bo'shatilmagandan beri bo'sh edi. Siz shunchaki ish uchun erkaksiz. Sizning ofisingiz? Xavfsizlik guruhidagi barcha bolalar, ularning barchasi seplari. U buni qila oladimi?
Ish vaqti davomida o'z ishini qilmayapti, karta o'yin o'ynayapti. Bu haqida tashvishlanma. Davom et. O, juftmi? Bugundan boshlab men xavfsizlik boshqarmasini boshlig'iman. Sizdan hech narsa kutmayman. Yaxshi ishlayotganingizcha, yaxshi ishchi va itoatkor bo'ling. Qo'y ahmoq, o'zboshimchilik qilyapsanmi? Meni qo'yib yubor. Jini bu yerda bo'lganimda biz. Kinko ketdi. Oldin qilganingga ahamiyat bermayman. Hozirdan boshlab men xavfsizlikni boshqaraman. Tushundingmi? Tushundingizmi? Ha. Yaxshi. Xavfsizlik bo'limidan hammani chaqir. Kel, majlis o'tkazamiz. Yo xudo, senlarga qara. Shu ham askar turishimi? Xuddi o'tirganga o'xshaysiz. Qanday qilib xavfsizlikni qo'riqlashingiz mumkin? Siz askar emassiz. Ko'p gapirar ekansan. Nimani kutyapsiz? Uni ko'tar. Umuman jamoaviy hissi yo'q. Sizlar jamoa emasmisiz? Bugundan boshlab men sizlarni militarizatsiya qilmoqchiman. Bir oy davomida siz 3 marta kurashishingiz mumkin. Malika xavfsizlik xodimlariga ayblanadi. Lekin tana inqilobining asosidir. Sizlarga qarang, tanangiz nima uchun nozik? Avval ovqatlanaylik. Qani tushlik mendan, xohlagan joyingizda ovqatlaning. Qani ketdik. Salom. Janglar korxonasi tergov guruhi, ular Suxonim bilan gaplashmoqchi. Iltimos, men bilan yuring. Janob, nima bo'ldi? O'zingiz ovqatlaning. Mendan xavotir olmang. Umid qilamanki, men uni hatto tashqari oshiraman. Jangning tergov guruhi. Mening ismim Fumli. Janobli, tergov jamoasi haqida qanday yordam berishim mumkin? Suxonim samoviy tabobni rivojlantirish endi hamma biladi. Meni fikrimcha, biz uni rasmiy qamoqxonada saqlaymiz. Siz nima deb o'ylaysiz? Oldini ogohlantirish yo'q. Va o'zdagi da'vatlar tergov guruhining a'zosiga o'xshamaydi. Ha, albatta. Buni tergov guruhiga qoldiraman. Ishonchim komilki, u xavfsiz. Bu menga juda ko'p xatarlarni baham ko'rishga yordam beradi. Men janobli uchun bir piyola choy tayyorlayman. O'yin o'ynamoqchimisiz? Xonim, siz juda hayajonlangansiz. Keyinroq gaplashamiz. Meni qo'yib yuboring. Meni qo'yib yuboring. Bu stakan negadir tanish. Haftadan kechaga dars yetarliga o'xshamaydi. Bu sensan. Juda qiziq. Ammo bu ayol va samoviy tabobat senga nimaga qiziq?
Unga tegishga jur'at etgan har bir kishi yashaydi deb o'ylama. O'zingni zo'r deb o'ylaysanmi? Shunchaki katta gapiryapsan. Kichkina tana qo'riqchisi. Bu lavozimga munosibmi? Hozirgina seni qadrladim. Kimsan? Seni kim yubordi? Xorda qolganlar sen bilishing shart emas. Aytadigan gaplar juda ham ko'p. Bolalarning barchasi. La'nati sudraluvchi. U yillar davomida odamlarni o'ldirmoqda. U buzuq. Hammasi joyida. Menga ishon. Men seni narigi dunyoga jo'nataman. Ehtiyot bo'ling. Uch soniya vaqt beraman. Gapir. Seni kim yubordi? 三命说，谁派你来的？ Men tushunmadim. Men hech senga o'xshagan bolaga duch kelaman deb o'ylamagan edim. 3. Men shunchaga mas'ulman. Barchasidan bekuntek qiladi. Bekuntek. Meni urgan bo'lsang ham bu befoyda. Seni himoya qilishim mumkin deb o'ylaysan. Suyanja va singlisini. 和天要吗？ Suxonim, ishni bajaraman. Bu shunchaki boshlanishi. Janob Say aytgandir. Men buni hal qila olamanmi? Ay, sen biroz jinnisan. Yaxshimisan? Soat necha bo'ldi? Siz hali ham jiddiy emassiz. Xavotir olma. Men seni himoya qilaman. Va Tian Yao'ni himoya qilaman. Meni himoya qilishing uchun men bu safar sizga aytaman. Kimdirni chaqir, ofisni tozala. Men ketdim. Nima xohlaysiz? Men marhamatni qaytaraman. Ahmoq it qaytdi. Lin Shuan, sen albatta 3 ta oilasan. Tuyanjao, tez orada seni majburlayman. Oyog'im ostida shafqat so'raysan. Janob Bay, siz haqiqatdan ham uyatsiz ekansiz. Lin Shuan, o'lishi mumkin emas. Nega hech kim yo'q? Imkonsiz. Qanday qilib ulardan o'ta olding? U yerda yuzlab odamlar bor. Tog' va daryo ittifoqi elitasi va eng kuchlisi. Qanday qilib kirding? Senga aytish uchun keldim. Bu ko'ngilingmi yoki yo'qmi? 无论是杀人 A deb nomlangan jinoyat to'dasi. 还是生， Seni yoningga kelib, uni o'ldirdimmi? Hammasi juda oddiy. 都很简单。 Sen bunga ishonaman deb o'ylaysanmi? Sen shunchaki oddiy kun-funi biladigan yigitsan. Men suv oilasini olaman va suv opa-singillarni. Ular shunchaki meni o'ynashlarim. Senga kelsak, bunday odam axlatxonada bo'lishi kerak. Sen meni urdingmi? Sen meni haqoratlading. Urishim kerak emasmi? Biz Shanxaydagi eng yaxshi 3 talik oilamiz. Agar men bilan nimadir muammo bo'lsa, keyingi safar men bilan gaplashasan. Aytgancha mendan uzoqroq tur. Og'zingdan badbo'y hid kelyapti. Uzr so'rayman. Men adashdim. Uzr. Iltimos. Xo'p. Sen Bay oilasi kabi yo'llay olmaysan. 里一恶这样， Menga 说吧， aytchi. 你们背后站 Sen kimsan? Men buni xohlamayman. Ko'raylikchi.
Kim Shanxayda suv oilasiga tegishga jur'at etadi? Yagona tegishga jur'at etgan kishi bu faqat 3 katta oila. Sen, Tog' va Daryo ittifoqi va Du oilasi. Agar menga aytmasang, men o'zim topaman. Seni o'ldirmasligimga hech qanday ma'no yo'q. Du oilasi, bu Du oilasi. Du oilasi birinchisi. Bu Shanxaydagi eng kuchli oilalarning birinchisi. Bu asrning eski jang san'atlari oilasi. Katta merosga ega. Birlashgan farmatsevtika. Ular ham rahbarlar. Biz shunchaki bo'ysunuvchimiz. Jang san'at oilasi. Ular shunday. Barcha jang san'atlarini bilishadi. Shunday ekan tingjonini istashadi. Ular qila olmaydigan hech narsa yo'q. Shu jumladan samoviy tabletka kerak. Hech kim uni to'xtatishga jur'at eta olmaydi. Men kutmagan edim. Kichik qadimiy jang san'atlari oilasi dunyoga hukmronlik qilishga harakat qilishadimi? Xuddi do'zaxga yuboradigandek. Meni qo'yib yuboring. Hozirgi kunda qanday kurashingizga ahamiyat bermayman. Menga baribir. Kelchi. Sen faqat 3 kun yashashing kerak. Undan so'ra men u bilan yolg'iz gaplashmoqchiman. Undan keyin men seni eshitaman. Janob, telefonda emas. Meni ko'rish uchun kel. Xo'p. Janob Du, menga ayt. Liu Linchuan tomonidan o'ldirilgan. U 3 kishini o'ldirdi. U meni ham topdi. Bu yigit juda g'alati. Aks holda men eliksirni olaman. Hech kim bunga jur'at eta olmaydi. Ammo bu bola chinda ham nimadir bor va u xohlaganini aytdi. U siz bilan shaxsan ko'rishmoqchi. U ajoyib bola. Garchi u malakali bo'lmasa ham, men bilan raqobatlashish harakat qilib ko'rdi. Harakat qilish uchun jasorat. So'yan joyga taklifnoma yubor. Ertaga 12 da Tinchlik mehmonxonasida. Yaxshi itoatkor it. Buni tezda bo'lishini kutmagan edim. Janob Du bilan uchrashaman deb oddiy tansoqchi. Bugun emas, hozir hazırlash vaqti emas. Bay oilasi va Du oilasi bir xil darajada emas. Du Tinchao yagona meros, Du oilasining yagona merosi. Deyarli kuch va manbalarni ushlab turadi. Bay Jingi nima deysan? Bu faqat Bay oilasining merosi emasmi? Du Tinchao bunday emas. U bunday yigit emas. U hali yosh edi. U allaqachon yaratilgan biznes afsonasi edi. Ular shafqatsizligi bilan mashhur. Nomodlashtirish mumkin. Chunki uni xafa qilganlar ularning barcha ustasi. Agarda biz samoviy tabletkani qo'llamasak, men su oilasidan qo'rqaman. U nimadan keyin? Tabletka va sening texnologiyangdan keyin nima sen ojiz bo'lmoqchimisan? Men o'yladim. Men bilardim. Men hamma narsaga duch kelishga tayyor edim. Ammo boylarning kuchi hali ham tashqarida. Men tasavvurim shunday qilib. Samoviy tabletkaning ustida ko'p ishlagansan. Hech kim uni sendan tortib ola olmaydi. Ham qanchalik muhim bo'lishidan qat'iy nazar, inson hayoti bu kabi muhim emas. Men sizning hayotingiz bilan qimor qila olmayman. Xavotir olma. Menga va'da bering. Siz istribni qilmasligingiz kerak. Yaxshi. Siz kira olmaysiz. Siz kira olmaysiz. Uni men olib keldim. Janob Du aytdiki, faqat siz kirishingiz mumkin.
Janob Du, bu Lin Shuan. U chindan ham g'alati bola. Oddiy tan soqchi bo'lsa ham uni urib bo'lmaydi. Men qilishim kerak bo'lgan narsani qildim. Bizni taklif qilib va keyin bizni ushlab qo'yish biroz g'alati emasmi? Meni qo'l ostimdagilar nima qilishayotganini bilishmaydi. Bu yerga Suv xonimni chaqirishdan maqsad Tianyanning hamkorlik haqida gaplashmoqchimiz. Janob Du hamkorlik qilmoqchi? Ishonchim komil. Suv xonim bilasiz, birlashgan farmatsevtikalarning afzalliklari samoviy tabletka qayerda? Faqat qo'limda. Men uni to'liq o'yinga olib boraman. Maksimal qiymati Men uni ixtiro qildim. Men uni eng yaxshi bilaman. Undan qanday foydalanish kerak? Men uni qiymatini qanday oshirishni eng yaxshi bilaman. Men sizni qadrlayman. Tadqiqot iste'dodisiz. Lekin menimcha, sun'iy guruhi qodir emas. Samoviy tabletkalarni boshqarish bundan buyuk ixtiro. Men suv guruhiga ishonaman. Men undan ham ko'proq o'zimga ishonaman. Siz men bilan hamkorlik qilganingizda, men bu suv kompaniyasiga kafolat beraman. 3 yil ichida biz keyingi bosqichda bo'lamiz. Shanxay oilasining birinchi urug' boshlig'i ham bo'lasiz. Janob Du, nima xohlaysiz? Tabletkani qanday ishlatish kerak? Oddiy. Asl Tianyanni soting. Uni yuqori narxlarga soting va oddiysini kambag'allarga soting. Albatta arzon narxda. Hammaga ishonch hosil qilish uchun uni hamma olishi mumkin. Butun bozor mening qo'llarimda. Keyin Suv va men juda ko'p pul topamiz. Ikkalamiz ham baxtli bo'lamiz. Ammo men samoviy tabletkani o'rganib chiqdim. U saraton kasalligi va bemorlarni qutqarish uchun kerak. Boy yoki kambag'al uchun emas. Chindan ham men hech narsani eshitmadim. Juda sodda narsani eshitdim. Ammo bu ichimlik men sizdan so'rashim kerak. Buni iching. Sen uni hozir ichishing shart emas. Lin Chuan, Janob Du kostyumini bilasanmi? Hayotingni sotib olish uchun yetarlimi? Nima joningni to'ydingmi? U dunyodagi eng yaxshi samuray. U Li Yudek oson o'lim topmaydi. Shundaymi? Hammasi joyida. Biz bir-birimizni bilmaymiz. Lin Shuang to'g'rimi? Du oilamizga qo'shilishni xohlaysanmi? Suv oilasi senga qancha pul berishda qat'iy nazar, senga 10 barobar beraman. Janob, bu bola bilan kelajakda muammoga duch kelishimiz mumkin. Lekin men siz bilan o'yin o'ynashni istamayman. Bu meni birinchi marta eshitganim. Bu gapni hech kim aytishga jur'at eta olmagan. Sen chindan ham jasur odamsan, shunday emasmi? Seni hali ham hayotingni jiddiy qabul qilmayapsan. Bugungi kunda gaplashadigan hech narsa yo'qdek tuyuladi. Suv xonim va men birinchi bo'lib ketamiz. Ularni qo'yib yubor. Janob Du, ularni qo'yib yubora olmaymiz. Du tinch samoviy tabletkani qabul qilmadi va uni siz xo'rladingiz. U sizning orqangizdan kelishidan qo'rqaman. Ular sening orqangdan kelmaguncha qani ketdik. Dadamdan tashqari haqiqatan ham boshqa odam bormi? Men uni butun qalb bilan himoya qilamanmi? Ammo bu Du oilasi. Agar men birini tanlashim kerak bo'lsa, men tabletkadan oilam uchun voz kechaman. Janob Du, bularga nima bo'lishidan qat'iy nazar, ertaga men tugataman. Men shoshilmayapman. Menga bu mutakabbir qizaloq yoqadi. Mag'rurligi tushganda
合作的时候，你信誓旦旦的跟我说，杜家拿天耀，白家拿苏轼。可现在呢，因为一个小保镖而失败。哎呀，护海呀，应该是不再需要白家了。这世上最 Axlatlar endi yo'q. 就是楼 Chumolilar va axlat. 传我的话， Meni xabarim yo'q. 谁在 Su oilasini yana xomashyo bilan yetkazib berishga uchratayotgan har bir kishi Su oilasiga qarshi seni oqibatlaringga olib kelmasin. Buni amalga oshir. Nima qilyapsan? Xavotirdamisan? Firmaning navbatdagi rivojlanishi ehtiyotkorlik bilan. Agar siz noto'g'ri qadam qo'ysangiz, bu tubsizlik bo'lishi mumkin. Xavotir olma. Shunchaki oldinga qadam bos. Seni orqangdan himoya qilaman. Duoyli usullari siz tasavvur qila olmaysiz. Aslida siz ishtirok etishingiz shart emas. Bunday xavf bilan ishlashingiz shart emas. Biznes haqida ko'p narsa bilmayman. 你就放100个心吧。 Bu haqida tashvishlanma. Agar kimdir senga tegishga harakat qilsa, men doim yoningda bo'laman. Sen nima demoqchisan? Hammasi joyida. Agar ishingiz bo'lmasa, tashqariga chiqing. A? Ongingni shunchalar tez o'zgartirasanmi? Sizni jazolashdan qo'rqmayman. Men hayotimni qutqarish uchun siz hatto duo oilasi bilan urush ham e'lon qildingiz. Opa, ofis nimadir noto'g'ri. Opa, nima bo'ldi? Kompaniyada 2 o'nlab tibbiy zaxiramonlari barchasi yo'q qilindi. Noma'lum manbalardan ularga kirdi. Ichidagi dorilar va xomashyolar yo'q qilingan edi. Biz $2 milliard yo'qotdik. Ularning kimligini bildingizmi? Kameralar orqali biz ularni niqobda ekanliklariga o'xshamadi. Ammo biz hali ham bilmadik. Xomashyo kompaniyasini chaqiring. $2 milliard. Biz allaqachon siz bilan bog'landik. Ammo Shinxay va boshqa kompaniyalar bizga xomashyo berishni taqiqladi. Suxonim, aksiyalar narxi tushib ketgan. Bozor narxi esa allaqachon tushgan. Vahimaga tushma. Yo'li bo'lishi kerak. Albatta yo'li bor. Tog' va Daryo ittifoqi, siz xomashyoni o'g'irlagansiz. Bu men bilan hech qanday aloqasi yo'q. Biz xo'jayinimizning xabarlarini yetkazish uchun shu yerdamiz. Xo'jayinimizning so'zlariga ko'ra, sizning 3 kuningiz bor. Duo oilasiga samoviy tabletkani bering. So'ring qolgan aksiyasi va sizning iqtisodingiz Shanxay ittifoqiga tegishli bo'ladi. Siz tush ko'ryapsiz. Agar biz qilmasak nima bo'ladi? Qilmasangiz suv va Tiananao hech qanday qolmasligi mumkin. 苏轼跟天耀可能就都留不下了。 Bu oilasi ham ko'rib chiqiladi. Bu oilasi eng eski oila. Ularning o'zlarining ostida Shinxay ittifoqi bor. Siz yetishmovchilik bo'lishingiz kerakmi? Bu meni hayratda qoldirmaydi. Bizning xo'jayinimiz Xo va Duo oilasi, biz doimo Duo oilasi bilan yaxshi munosabatdamiz. Bundan tashqari birga ishlayapmiz. Suxonim, agar qo'lingizda juda ko'p vaqt bo'lsa, 不是好好考虑考虑自己。 o'zingizni o'ylasangizchi. 走了走了。 Mayli, men ketdim. Opa, agar bu davom etsa, sud tugallanadi. Duchining matni eshitadi. 狙击狗屎！ U o'lga o'tganlari barchasi talonchiliklari, ularning tahdidlari, barchasi tugallanadi. 是要置我们于死地。 Bu ularning xo'jayini uchunmi? Muammoni hal qiladi. Siz aqldan ozganmisiz? Nima qilyapsiz? Qo'y, bunday bo'lmaydi. Bu haqida uzoqroq yurish haqida gaplashaylik.
Men hazillashayotgan edim. Shunchaki men kayfiyatingizni ko'taryapman. Sizlar ishlashda davom etinglar. Men borib oyog'imni massaj qilaman.